Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Siz Jasur Musofirlar kanalini kuzatib boryapsiz. Sizlar bilan men Jasurbek. Kanalimda yangimisiz, demak obuna bo'ling. Barcha videolar sizlar uchun. Obuna bo'ldingizmi? Rahmat. Demak, videoni boshladik. Twitter'da kuryerlarni judayam qiynayapti. Skuterlarni olib qo'yib, ko'chada do'rganni ushlayapti. Onlar nima qilasizlar mana shu dastlab? Откройте шлагбаум, доставка привезли. Покажите миграционную. А сейчас как? Нет, ты не снимай. Taklif qilaman Sonya. Bilet 2000 rubl. 2 soatga. Bilammi? Tarqadi. Bundan bir necha oy avval kanalimizga mana bu videoni joylagan edik. Bunda mana bu videodagi inson 11 yoshlik, 10-11 yoshlik qizlar o'zini ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida primo efir qilayotgan paytlarida bu inson orqa tarafda o'zini ishtonini yechib, jinsiy a'zosini ko'rsatib, ularga qiliq qilib, videoga tushib qolganini qiliq qilgani. Endi mana shu videolar Rossiyadagi millatchilar kanallarida ham tarqab ketgan edi va teng bo'lib primo efir vaqtida bo'lgan edi bu narsa. Bu insonni ushlashgan, ushlab turib tergov bo'lgan, boshqa bo'lgan tergov paytida bu inson aytgan ekanki, mana shayton yo'ldan urdi, mast bo'lganman. Endi barcha nimalarni aytib o'tganda, o'zimda masadim degan ichib olgan edim, chekib olgan edim, shaytonlar yo'ldan urdi deb turib mana shunday degan ekan. Xullas kalom hozir bu insonga 10-11 yil srok berib boribdi. Do'stlar, yangi videolar chiqib boraveradi. Biz sizlarga ogohlik sifatida mana shunday videolarni tarqatib boramiz. Sizlar ogoh bo'linglar va Rossiyada, nafaqat Rossiyada, dunyoning har qayerida bo'lsalaring ham o'zlaringni ehtiyot qilib, qonun qoida tosh taroziga amal qilib yurishlaringni maslahat beraman. Bu inson mana shu qilgan qilig'iga 10-11 yil srok olib ketyapti. Qo'shi ham katta inson ekan, qamoqda ancha yil o'tirib chiqishiga to'g'ri keladi. Do'stlar, ehtiyot bo'linglar. Bunday holatlarga tushmaslik uchun agar ichadigan inson bo'lsangiz, spokойный kvartirangizga borib, chiroyli odam bo'lib, chiroyli bola bo'lib, ichadigan bo'lsangiz, shu hamma ishlaringizni kvartirada qilishlaringni maslahat beraman. Ko'chada chiqib olib, ichib, bunaqa jinni qiliqlarni qilmasdan o'zlaringni bosib yuringlar. Bu videoga e'tibor berishlaringizni so'rayman. Bu videoda mana bu inson ko'ryapsizlar, mana xotini, bu insonni qizi ham turibdi, yosh farzandi ham turibdi va mana shu qiziga ham bir umrlik yetadigan miyasiga travma, miyasiga jarohat, psixologik jarohatni ota bu qizga sovg'a qildi desa ham bo'ladi. Chunki bu kadrda bu tarafda ruscha община turibdi. Bu inson ham aybiga o'zi tan olib turibdiki, voyaga yetmagan yosh rus qizlarga jinsiy aloqa qilishdi, qiliqlarni qilgan. Tushunyapsizlar? Mana shu qiliqlarni qilganda bu qiz kelib ota-onasiga albatta aytgan, menga mana shu migrant, mana shu inson menga qiliq qilyapti degan edi. Migrant bo'lish shart emas, obязательно ko'chada birorta begona erkak yoki boshqa inson bir bunga jinsiy tajovuzkorlik yoki mana shu bir uyatsiz qiliqlarni qilsa, ota-onasiga aytish kerak va bular ham kirib ota-onasiga aytgan, mana shu inson menga shunaqa bir jinsiy shahvoniy qiliqlarni qilyapti degan. Albatta bular ruscha община bo'lsin, boshqa bo'lsin, ruscha общинani bilasizlar. Bular asosan juda ko'p millatchi bo'ladi, lekin ayrim ishlarini qarasalaring, bular ham bir-biriga poddeshka qiladi. Millatchilar guruhi bo'lsa ham bir-biriga poddeshkasi kuchli bo'lardi. So'rchiqda rus insonni boshiga qana bilmas tushsa, bir-birini juda ham bir qattiq poddeshka qiladi, qattiq qo'llab-quvvatlaydi. Bu insonni ushlab kelishgan va mana shu qizchani yonida bu inson kechirim so'rayapti. Lekin mana bu insonning qizi, bu insonning o'zining qizi bu narsalarga guvoh bo'lib turibdi. Bu inson ham endi bu joyda aytayaptiki, men u paytda ichgan edim, o'zimda bas edim, meni kechiringlar deyapti, lekin o'zi kech. Shuning uchun aka-ukalar, opalar, singillar, Rossiyada yoki dunyoning qayerida bo'lsalaring ham shu ichkilik masalasi bo'lsa, birinchidan ichkilik sog'liq uchun zarar, umrlaringni yeydi, sizlarni bo'mish qilib bir xor qilib yuboradi. Aroq ichmasangiz qaltirab qoladigan yoki bir ishlaringiz yurmaydigan bo'lsa, anaqsiz ishingiz bitmaydigan bo'lsa, maslahatam uyga borib, hissalaringiz shu ishni uylaringda qilinglar. Yoki mana bu insonlarga o'xshab 11 yil sirog olib ketasiz, nomingiz pedofillarga chiqariladi.
va kamiga butun dunyoga mana shunday bir sharmanda ham bo'lib o'tirasiz. Va farzandlaringizga ham bir butun umrga yetarli travma psixologik miyasiga jarohat olib berasiz. Aka-ukalar o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Yangi videoni ko'rib o'tsak bo'ladi. Mana bu insonlar o'zini sherigini o'g'irlab ketib, bundan pul talab qilganligi aytilyapti. Dahshati, o'g'irlab ketib, bosqinchilik qilib, bu inson yuborish evaziga pul talab qilar, o'ylamanglar, u Rossiyada hozir migrantlarni ko'ryapsizlar, qanaqa bir bitta problema qilsa, sразу bir qonuniy choralarni ko'radi, boshqa qiladi, ko'ryapsizlar. Kamiga ham russkiy община bor, bir necha millatchilar guruhlari ham bor Rossiyada. Bitta problema qilib ko'ring, siz oyog'ingizni yerga tegizmasdan shunday ushlab kelib, kerak bo'lsa, kerakli choralarni ko'rib, yaxshigina nakazat bo'lib ketasizlar. Oddiy bitta ishtonini yechib, ana shu qilig'i videoga tushib qolgan inson 10-11 yilga siroy olib ketibdi. Bunday o'zlaringni yana bir o'zlaringiz sheriklaringni o'g'irlab ketib, Rossiyada o'zlaringni ko'rsatib va o'zlaringdan zakonlarni yasab olib yurmanglar akalar. Hozir Rossiyada bilasizlar, zakonlarga tegishli barcha shu emblemalar bo'lsa, mana bunday znaklar, belgilar bo'ladi-ku, yulduzchalik boshqa bo'lsa, har xil bo'lsa, Telegram kanalingizga qo'yib olsangiz ham, o'zingiz ijtimoiy tarmoqdagi sahifalaringizga qo'yib olsangiz ham, ana shunday znaklar tarqatib, ana shu o'rzakonlik targ'ib qilib, siz shunaqalarni bir targ'ib qilib, shu narsalarga bir hissangizni qo'shayotganda yoki ana shu o'rzakonlik nimasi bilan faxrlanayotgandek bo'lsangiz, любой vaqt sizni ro'yxatga olib qo'yishi mumkin yoki mana shu millatchilar kanaliga tarqab ketib qolsa, bemalol sizni bir jinoiy javobgarlikka tortib, qonuniy choralar ko'rishliklari mumkin. Shuning uchun aka-ukalar ehtiyot bo'linglar. Bunday jinoyatlar, mana bunday problemalar tugamas ekan, biz ham videolarda chiqaraveramiz. Chunki bu videolarda chiqarishdan maqsad ehtiyot bo'linglar va nezashto bir arzimagan narsalarga 10-15 yil siroy olib, qamalib ketib, bu tarafda vatanlarda qolgan ota-onalaring ko'z yoshlari, farzandlaring, ayollaring bir umrga shu afsus qilmanglar deb, mana bu qolgan insonlarga bir ibrat bo'lsin deb videolarda chiqarib qo'yamiz. Hammaga rahmat. Ну что, ну зайдешь? Правильно, все ведем правильно. Я просто водку пил. Водку пил, что сделал? Водку пил, потом лишние движения. Какие лишние движения? Вот весь штаны круглые. Или коридором я видел. Я не знаю, как ли я водку пил. Ты выпил водки, зашел на кухню, дальше там что было? Он находился, и что ты сделал? Я говорит, я думаю, говорит, пошел, я думаю, я смотрю, потом, я думаю, говорит, пошел. Да или нет? Да, На кого? Сколько их было? не знаю. Второй вопрос. Сколько было детей? Мальчики или девочки? Не знаю, точно не знаю, я говорит, я migrant inson o'zini jinsiy a'zosini chiqarib turib, yana bu yosh bolalar o'ynayotgan detskiy plashadkani yonida o'zini jinsiy a'zosini chiqarib turib, bilyapsizlar nima qilayotganini, o'zini shahvoniy hirsini qondiryapti yosh bolalarga qarab va bu video ham millatchilar kanalida tarqadi va bu insonni ham 10-11 yil siroy berib, qamab yuborishlik xavf xatari Память. Да, память. Ищи, закат ищи.
Проходим, сейчас зайдем, проверим документы. Кем являетесь? Директор. Вот часть да? Кем работаете? Самокат. По данному адресу? Да. Ну, Занельский 38. Ну, 30. официально не работаю, но иногда работаю по работе. Я понял. Как давно работаете? Ну, уже 3 месяца. 3 месяца Да, работаете. почти 3-4 месяца работаю. Ko'rib ko'radigan bo'lsak, bu joyda tankimizdan tekshirgan, endi tankimizni tekshirib, mashinada kategoriyani ham tekshiraman degan, hozir bilasizlar, Rossiyada ularni ham tekshiryapti. Xullas gapni qisqa qilsam, brauzerini ochib ko'ryapti-da, ochib ko'rsa to'la porno saytlar, На март это уже с животными захотел что-то, да? Знаешь, за что задержан? За что задержан, знаешь? подозрительный по посещению человека. За что задержан, знаешь? За что задержан, знаешь? Сделала замечание, что это детская площадка, но женщина вот веселится. Пожалуйста. Нет, ты не снимай. Точно он? Вот. Они узнали. Я узнал даже, что это он. Извините, пожалуйста, я не так делаю. Это пьяный, можно извинить. Ну, а вы понимаете? Никто его трогать не будет. Не будет трогать. Просто, пожалуйста, что у вас вообще
спровоцировало вас сказать такое дело? Вот перед вами стоит ваша дочь. Ваша дочь. Такая же маленькая. Что вас спровоцировало сказать вот этим пигалицам маленьким? Что вас спровоцировало? Ваша ответственность вас не снимается, что вы были пьяны. Извините меня. Знаете, если вы много пьете, сидите дома. Вообще не пейте. Либо вообще не пейте, о ребенке подумайте. О ребенке подумайте, вообще не пейте, чтобы окружающие дети не страдали. Вот из-за вас, значит, дети боятся ходить на улицу, боятся дома оставаться. Извините меня, пожалуйста. Извини, пожалуйста. Я не такой человек. Вы не такой человек, но вы так сделали. Вы подошли к маленьким детям и сказали: пошлите, познакомимся. Еще раз. Заберите ребенка. Заберите ребенка. У вас же тоже ребенок, вы это должны понимать. Вы... Можно вас на минуту? Bu videoda kontrolyor inson, kontrolyor mana ayol, tuxumdan chiqmagan jo'ja xorozlikni qo'pol qilib aytganda, mana bu insonlardan dokument so'rayapti. Migratsion karting qani, sani hujjating qani, pasporting qani deb kontrolyor, ya'ni avtobusda, tramvay, trolleybuslarda bilet tekshiradigan kontrolyor ayol hujjat so'rayapti. Buni hujjat so'rashga haqqi yo'q. Kontrolyorlarni sizni hujjating qani, migratsion karting qani, patenting, registratsiyang qani, mana bu hujjatlaring qani deb sizdan hujjat talab qilishga haqqi yo'q buni. Lekin nafi. Lekin bunday deyishni maslahat bermayman, chunki bunday deb haqorat qilib so'kin borsalaring, yana 11 yil isroga olib quchoqlab kirib ketishlaring mumkin, chunki sizlar ustlaringdan yozib yuboradi. Электронная формация открываем. Девушка, поймите, пожалуйста, 7 год мы не можем временно регистрировать себя на родине. Хорошо, не ищите. Фотографию вашу регистрацию. Молодой человек, регистрацию. Откройте шлагбаум, доставка провези. Ну, как можно приехать сюда? Ага. Понял.